So'z yodlaganda qiynalsangiz yoki umuman yodlayotgan paytda dangasalik uyg'onadigan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Videoni oxirida men o'rgatgan texnikalar orqali siz kuniga 300 tadan 400 tagacha yangi ingliz tilidagi so'zlarni eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Bu texnikani o'zim birinchi marta o'rganganimda 25 minut ichida 80 taga yaqin so'z eslab qolganman. Shu darajada kuchli texnika. Xo'sh, qisqa qilib o'zim haqimda gapirib bersam, assalomu alaykum. Ismim Muzaffar. Cambridge o'quv markazida ingliz tili ustoziman. IELTS'im 8 va ikkita universitetda o'qiganman. Birinchi Rossiyada, undan keyin Amerika universitetida. Ingliz tilini 10 yildan ortiqroq bilaman va sizga o'rgatadigan narsalarim orqali bugun Xudo xohlasa sizni til o'rganish jarayoningiz ancha qiziqlashadi va balki ancha tezlashib ham ketishi mumkin. Texnikamizning nomi mnemonika deb ataladi. Kimdir eshitgan bo'lishi mumkin, kimdir birinchi marta eshitayotgan bo'lishi mumkin. Qisqa qilib tushuntirganda, bu usul orqali biz bilmagan so'zimizni o'zimiz biladigan qanaqadir suratga yoki so'zga bog'lab eslab qolishga harakat qilamiz. Bu usul nima emas. Bu usul o'tirib olib bitta so'zni qaytarib gapirishlik emas. Biz asosan tasavvur bilan ishlaymiz. Ya'ni misol qilib keltiraman. Bitta so'z aytaman hozir sizga, keyin qanaqa qilib tasavvur qilganingizni aytasiz. Apelsin. Apelsin so'zini aytdim. Endi tasavvuringizda qanaqa surat paydo bo'ldi? Apelsinni o'zimi yoki qanaqadir oq fonda apelsin degan tekstmi? Bizda shu muammo bor. Ko'pchilik so'zni qayta matn shaklida eslab qolishga harakat qilishadi. Aslida biz uni suratiga bog'lashimiz kerak va suratga bog'lashimiz bizni natijaga tezroq olib keladi. Bu texnika o'zi qanaqa ishlaydi? Hozir 2-3 tildan misol qilib keltiraman va shu misollar mantiqiga asoslanib mavzuni tushunishga harakat qilamiz. Birinchi aytadigan tilim bu arab tili. 3-4 yil oldin o'rganishni boshlamoqchi edim, o'xshamagan, lekin qanaqadir so'zlarni mnemonika orqali eslab qolganman. 3-4 yil oldin hali ham esimdan chiqmagan. Mnemonika bu tasavvur qilish, ya'ni o'sha so'zingizni, o'rganmoqchi bo'lgan so'zingizni siz biladigan qanaqadir tasavvurga bog'lashingiz kerak. Birinchi so'zni aytaman, sabburo. Sabburo bu doska, maktabdagi doskalar bor-ku, o'sha narsa sabburo bo'ladi. Endi buni qanaqa eslab qolsam bo'ladi? Birinchi oddiy yo'l bu sabburo doska qilib eslab qolish, lekin bu effektiv emas, esidan chiqib qolishi ehtimoli juda ham katta. Men nima qilaman? Shu so'zni o'zim biladigan narsaga bog'layman. Ya'ni sabburoga o'xshash qanaqadir so'zni bilamanmi? Bilishingiz mumkin, yo'q. Bu odam bor, Nurlan Saburov. Rossiyada Qozog'istonlik qiziqchi. Saburov familiyasi, Saburov. Endi men nima qilaman? Xonamni tasavvur qilaman. Ingliz tili ustozi bo'lganligi uchun o'zim xonamda doskam bor. Xonamni tasavvur qilaman va go'yoki xonamda o'sha Saburov meni doskamda yozyapti. Saburov, tasavvurimda Saburov ko'raman. Saburov ko'rganimda uni ismi, ya'ni men biladigan narsa esimga tushadi va doskani tarjimasini shu so'zga ulab turib eslab chiqara olaman. Keyingi so'zimiz bu hasub. Arab tili so'zi bu ham. Kompyuter degani ekan. Bilmayman, arab tilini bilmayman. Kompyuter degani ekan. Buni ham xuddi shu 2-3 yil, 3-4 yil oldin eslab qolganman. Hasub. Bu endi hammanglar bilsanglar kerak. O'zbek tilida qanaqa taom bor? Hasubga o'xshaydi. Eshitilishi. Hasub. Hasib. Ya'ni o'zbekcha takoy kalbasa bor-ku. Hasibga o'xshaydi. Endi tarjimasi kompyuter, hasubga. Endi nima qilaman? Kompyuter o'zi odatda qayerda ko'raman? Mana ukamning xonasida kompyuter bor. Ukamning xonasini tasavvur qilaman va o'sha tasavvurimdagi ukamning kompyuteri oddiy temir kompyuter emas-da, uni ko'rinishi bizani hasibga o'xshaydi. Ya'ni o'sha tasavvurimda kelyapman, hasib ko'raman-da, lekin u hasib kompyuter. Knopkasini bosaman deylik va kompyuter yonyapti. Shunaqa qilib, men o'zim biladigan tasavvurni ko'rib, eslab qolmoqchi bo'lgan so'zimni tarjimasini yoki eshitishini chiqarib olishim mumkin. Shunaqa ishlaydi. Keyingi so'zga o'tamiz. Ispan tili. Ispan tilida o'sha boshida aytganimdek, 25 minut ichida 80 taga yaqin so'z eslab qolganman. Qanaqa ishlaydi?
Xuddi shunaqa logika so'zlab beraman sizlarga. Hombre. Arab tilida, arab tilida. Ispan tilida hombre so'zi bu erkak degani. Endi hombrega qanaqadir yaqinroq so'z bormi, yo'qmi? Ha, yo'q, bilmadim. Eslashga harakat qilamiz. Hombre. Plastiqopsi. Ombir deb aytiladi ko'pchilikda. Endi men tasavvur qilaman. Erkak kishini tasavvur qilishim kerak va erkak kishining qo'lida nima ushlab turibdi? Ombir ushlab turibdi. O'sha erkak kishini ko'rganimda qo'lidagi narsasi menga ombirni eslatadi. Ombir esa menga o'sha erkak kishini ispan tilidagi hombre tarjimasini eslatadi. Keyingi so'z bu padre. Ispan tili ota degani. Endi padre otani qanaqa eslab qolsam bo'ladi? Bir-biriga juda yaqin emas. Tasavvur qilaman. Odamni tasavvur qilaman va padrega nimani o'ylasam bo'ladi? Padre, pudra. Ayol kishilar yuziga qiladigan pudra bor-ku. O'shasini tasavvur qilishim kerak. Odamning suratlari va ular qo'llarida pudra ushlab turgandek go'yo. O'sha pudraga qarab turib, odamga qarab turib, ispan tilidagi padre so'zini chiqarib olishim mumkin. Bu hali hammasi emas. Hozir o'rgatgan texnikam sizda otlarni, ya'ni odamlar yoki narsalarni eslab qolishga va asosan ular qisqa so'zlarni eslab qolishga ishlaydi. Lekin ingliz tilida boshqa so'z turlari ham bor. Fe'llar, ya'ni harakatlar, sifatlar, ravishlar va eng qiyini agar darajangiz pre-intermediatedan balandroq bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida uzun so'zlar juda ham ko'p. Va shu uzun so'zlarni ham qanaqa eslab qolish mumkin? Bunga ham texnikasi bor. Eng qiyini bulardan bu fantaziya. Ya'ni mnemonika zo'r ishlashi uchun sizda fantaziyangiz kuchli bo'lishi kerak. Fantaziyani rivojlantirishga bitta sizga yana videoyim bor. Bu video tugayapti, keyingisida ko'rishingiz mumkin. U videoni olish uchun siz Telegramga kirasiz. Mutlaqo bepul. To'liq bepul bo'ladi. Telegramga havolani bosing, hamma narsani o'zimizga keyin qilishimiz. Video yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Xudo xohlasa, o'zingizning manfaatingizga ishlatasiz degan umiddaman va yordam bera olgan bo'lsam